Yangi ariq 24 kanali. Yangi ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangi ariq 24 ning doimiy kuzatuvchilari. Yodlaringizda bor, biza Yangi ariq tumanining markazida, xalq tili bilan aytilganda, paxta zavodining orqasindagi ko'prikni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilib ko'rsatdik. Qolaversa, Yangi ariq Xonqa yo'li, ya'ni Vakillar mahallasindagi yo'lni ko'rsatdik do'stlar. Endi shu ko'prik va Xonqa Yangiariq yo'li haqida ozgina bir ma'lumotlar bermoqchiman do'stlar. Birinchi Yangiariq tumani paxta zavodining orqasindagi ko'prik do'stlar, tozadan ko'pir betonlari qo'yildi do'stlar. Hozir betonlarni qo'ydilar. Bu prosta shu o'rtada vaqt oladi, sababi ko'primizni betonlari hali sort berishi kerak ekan. Endi biz yo'l idorasi bilan gaplashgan vaqtimizda bizlarga shunday ma'lumot aytdi. Men shu ma'lumotni sizlarga yetkazayman. Betonimiz toza quyilgan, evveldan quyilib turgan emas. Evveldan quyilib turgan bo'lsa, уже sort bergan, уже tayyor bo'ladi. To'g'ri aytib turib, bosib ustini asfalt etib turib, ko'pirni foydalanishga topshirsa bo'lar edi. Hozir endi bu tozadan quyilgani uchun ko'prikimizning üstüne betonlarni tashlab qo'ydilar. Bu betonimiz sort berishi kerak ekan. Bu sort berish jarayoni esa 20 kundan 28 kundan kuzatiladi ekan do'stlar. Shuning uchun paxta zavodining orqasindagi ko'prikimiz hali beton tashalgani bilan shu durishida turibdi do'stlar. Lekin bu deganim shunda qoladi degani emas. Albatta ko'prikimiz tuzatiladi va shu fuqarolarimiz bundan foydalanishi mumkin bo'ladi do'stlar. Ya do'stlar, hozir ko'rib turganlaringizdan betonlarni tashlab qo'ydilar. Betonlarimiz aytib o'tganimizning shu sort berish kerak ekan. Bu jarayon 20 kundan 28 kun ichida amalga oshiriladi ekan do'stlar. Berimiz yine shunday ahvolda turibdi. Tozadan tashlab qo'ydilar. Ko'prikimizning ustini asfalt qiladilar. O'sha foydalanishga topshiradilar do'stlar. Bu evvel kichkinaroq edi, endi bu hozir ulayganmoqchi edi bu. Ko'rib turganlaringizdan eslatib o'tamiz, paxta zavodining orqa tarafidagi ko'prik do'stlar. Hozir bundan chiqib Xonqa yo'lidan boramiz. Xonqa yo'lidan ham murojaat chiqardik va Yangiariq tumani hokimina va qolaversa yo'l qurilish idoralariga shu murojaatimiz e'tiborga olindi va shu ko'prikimiz yana do'stlar tuzatildi. Uning uchun o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozir shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'tacakman do'stlar. Gelip hastaneye gitmişiz yani. Aynen şurada bayla. Açıp gittik. Yarıkta. Şu köprükümüzden itibaren alıp koçlarınızı talep kılamız ve sorak kılamız. Mesela bize Xonqa yoluna qarab getdik do'stlar. Görüp baraverasizlar. Yangiariq tumanini sog'inganlar uchun, musofirda yurganlar uchun ushbu videomiz ham aynan sizlar uchun bo'ladi.
Şu o'rinda aynan ko'rib turibsizlar, bir necha kun oldin ushbu yo'limiz haqida murojaat qilgandik. Shu xalqimizni ko'plab noroziliklarga sabab bo'lib turgan yo'llardan birisi edi. Hozirgi kunda tep-tekis yo'l bo'ldi do'stlar. Endi do'stlar, bayon tarafini qolganini ham xudo xolasa tezlashtirib beradilar degan umiddamiz. Asfaltini endi ko'pi yetib ozi qoldi, xudo xolasa. Uni ham 200 kishilar asfaltimiz yana ham keladigan bo'lsa, polni hamma shu yo'lni buzilgan yerlarini asfalt qilib beramiz deb maqsad ekanmiz va'da berib qoldi. Lekin aynan shu uchun ham Yangiariq tumani hokimina Kamol Otajonov va yo'l idorasining rahbari Maqsud aka Saidov ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizani kuzatishda davom qiling.